Assalamualaikum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz 1 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bo'ladi. Hovli joy. Yurtgansiz fasadlar travitin qilingan. Bu yerda parkovichniy mestasi, ya'ni mashina qo'yadigan mestasi bor. Zilionniy zonasini ega. Kichkina bo'lsa ham nazvoylarni ekib chiroyli qilib qo'ydilar. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda sokollari kafel qilingan, gaz, svet, suvlar yeb turibdi, cho'chiklar ham qo'yilgan. Polni steshga qilingan, aynalar ham korrupsiya akvaramlarni alternativdan bo'lsak, Alibaba restoran, Sharshara kafesi, Mumtoz to'yxonasidan yaqin yerlarda joylashgan. Xonadonimizga girish ishlari yarmo damir ishlagan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Girgandan katta dalon izlar. Sizni kutib oladi shuning ajoyib keng dalonli hovli joy qidirib yurgan vatandoshlarimiz aynan ajoyib variantlardan birisi bo'ladi. Yine 3,5 metr tushgan, uzinasini 9 metr kattalikda. Profil registrlari bor. 3 xonadan iborat dalondan tashqari 1 zal, 2 spalni, devorlar однотонный fonda, 2 spalnisi shpakulovkada turibdi akazlar. Patologlarni gipsokardon bilan qoplangan, xom pishgan kavushdan solingan aralash. Xonadonimizning usti hovuzamizni og'och bilan bosilgan. Hech narsadan muammosi yo'q. O'ng tarafimizda bedaynang damir katyollar qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, gaz gap turibdi. Gazdan ham muammosi yo'q. Elektrika avtomatlari bor bu yerda. Wi-Fi'lar o'tgan. Домашний telefonlarcha qo'yganlar. Hurmatli vatandoshlar, chap tarafimizda xonadonimizga girgandan rakovinalar qo'yilgan, suv yegan, gap turibdi. Korrupsiya ramodan qo'yganlar, aynalarni plastik ramodan. O'ng tarafimizdan boshlaymiz. Bismillah deb ishlarimizni yurtimiz MDF eshiklar, koronali ishlar qo'yilgan. Zalimiz ham kattaligi 3,5, uzinasini 6 metr kattalikda. Devorlar fonda turibdi. Zalimiz ham bu tarafında DC'den keyin kattalar uchun bir spalni bo'ladi. Oyoq tiklari hammer yog'och pol. Hamma xonadonimizda profil registrlar o'rnatilgan. Bu yerda televizor zonalari bo'ladi. Shunun yanında bir yerda esa DC spalnisi, eshiklar MDF eshik. Yana tarafında salarga chiqsangiz, bog'cha ham, maktab ham bor. Transport ham o'tib turibdi. Toza Shavot yo'li, ya'ni Sharshara kafe, Alibaba restorani, Mumtoz to'yxonasiga yaqin yerda joylashgan 1 qavatli xonadonimiz bo'ladi. Birimiz 3,5 razmerda tushgan DC spalni. Devorlar shpakulovkada, patologlar gipsokardon bilan qoplangan. Bu sanuzelimiz yine ishlar yog'och eshik. Bu devorlar kafel, oyoq tiklari steshga turibdi, dushvoy qilingan, unitazlari bor. Bu yerda rakovina uchun toshchalar qo'yilgan, aristollari bor, patolog natijali dimoqxo'j joylari bor. Hurmatli vatandoshlar, ham registr ham qo'yilgan. Birimiz oshxona qismi, oyoq tiklari pol, razmer 3,5, 380lar bor, devorlar fonda, profil registrlar, bu yerda aynalar plastiklardan bog' tarafiga qilingan, bog'ning ishlari ham damir ishlagan. O'ng tarafimizda kattalar uchun spalni, 3,5, 380 razmerda tushgan spalnimiz. Devorlar shpakulovka, patologlar gipsokardon bilan qoplangan, aynalar plastiklardan yozgi setga ham qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib mesta polojniyasi ham yaxshi, zo'r mestada joylashgan. Bu tarafında bog' qismi inin yurtgansiz, tapchan qo'ymagan mestalari bor. Xalasangiz kichkina bir ekin-dikin, gul pullarni ekib qo'ysangiz bo'ladi, nazvoylarni chiroyli qilib. Hazla shuning 150 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan danishib o'tdik. Dokumentdan ham hech narsadan muammosi yo'q. Kelib, ko'rib, sodasini qilib, zalogini berib, hazla oformaya qilib olsangizlar bo'ladi. Orientini takrorlab o'tamiz. Urganchda Shavot yo'li, Alibaba restorani, Sharshara kafesi, Mumtoz to'yxonasi yaqin yerda 1 qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan danishib o'tdik. Narx ham zo'r, mestasi ham yaxshi, ajoyib mestada. Hozir bilasizlar, million baholarda hovli joy 1 etajdan topib bilmaysizlar. Pasi 500 million so'm bo'lib turibdi. 500, 550, 600 million so'mda. Sizlar. Qiziqadilar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangizlar. Ham kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Joylarimizga baho berib, nechta joylar kerak bo'lishini aytsangizlar, shunday joylarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.